Assalomu alaykum. Meni qadrli kuzatuvchilarim, qadrli obunachilarim. Bugundan boshlab YouTube kanalimiz nomi o'zgardi do'stlar. Avval Shoh Pro edi, endi Xorazm Shoh kanalini aylantirdik do'stlar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar deb umiddamiz. Yangidan yangi ijodlar xudo xolasa sizlar uchun bo'ladi. Videoga like bosib, kommentariya yozib, o'z fikrlaringizni qoldirasizlar deb umiddaman do'stlar. Kanalimizni hozirgi nomi sizlarga yoqdimi yoki oldingi nomi yaxshimidi? Shuni izohlarda o'z fikrlaringizni yozib keltirib degan umiddamiz do'stlar. Bizani barber shopimiz ishlab turibdi. Har kun ertalabdan kechgacha telefonlashib, aloqalashib kelsangiz bo'ladi. Bemalol chiroyli qilib o'zingizga qarab ketasizlar. Bizada sartaroshchilikka doir har xil xizmatlarimiz mavjud. Sochni keratin qilish, giyohvandlar imijini ishlash, yuzni parvarish qilish, soch olish, soch bo'yash, soqol to'g'rilash, xullas shunday narsalar bemalol bizada mavjud do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Adresimiz Xorazm viloyati Hazorasp tumanida Bog'i Eram to'yxonasining to'g'risida bo'ladi do'stlar. Hammani kutamiz.